Okay. Sağollaşın, yaxshimisilar? Endi bugun yangi o'quv maqolasi ikkinchi qism, 3-dars. Please send me a card degan darsni o'qiymiz. Okay. Anaxta boshda sizlardan bir necha savollar so'rab olay. So what do foreigners usually post to their friends? Okay. What do foreigners? Okay, and the foreigners deganimiz nima? Chet elliklar. Usually odatda post to their friends. Odatda chet elliklar do'stlarga nima avatni saqlashlar, masalan, sayohatga chiqqanda, o'ylaydiganlar, nima avatasizlarcha? So what do foreigners usually post? Post degan pochtaga avatish degan gap, Maybe, they got, postcard from Greece. Right? Postcard. Nima deysizlar? Postcard. Postcard. Endi mishalga post deganimiz nima deysizlar? Pochta, card deganimiz nima deysizlar? Karta yoki otirka, shunami? Demak, endi otirka. Otirka yo'llash. Odatda hozir bog'o, masalan, chet ellik do'stlarim bo'lsa, ya do'stlarim bo'lsa, masalan, ma'lum bir yer bo'lsa, shu yaniki, naytdi, vakil xarakterga suv tushirgan bir otirkani, shu yerni masalan o'zingizga ko'ngilli gaplarni yozib, shu yerni yo'llab tursizlar, shunami? Ma'lum nima deysizlar? Postcard. Okay, postcard. Postcard. Qaranglar, PP went to London, right? Okay, yoki nima deysizlar? Italy. Okay, yoki nima deysizlar? Run. Okay, degandek mushalik bor. Shunami? Yoki France, like Paris, shunami? Shu yer bo'lsa, shu yerniki, masalan, ekranda ko'rsatilgandek, masalan, London Bridge. Okay, London Bridge nada? Angliyada, shunami? Okay, he went to London and bought postcard to send their friends. Do'stlar qanday qildi? Demak, ham yerki London nima? London Bridge. Okay, the Rhine, Germany, and the Rhine daryasi. Nima? Okay, and Italy dechu. Italiyaniki xil manzara tushirilgan kartlar. Shunami? If we go to Paris, agar Paris bo'lsa, Eiffel Tower. Okay, Eiffel Tower. Shunami? Okay, Eiffel Tower. What about Spanish? Spain. Agar Spaniyaga bir qascha, albatta, Spanish football team. Okay, shu yerga qanday deysizlar? Kartalar bo'ldi. Okay, demakchi, mushlarniki qanday desa, postcard. Nima? Postcard. Okay, postcard bo'lgandan keyin qanday qilmaysiz deysizlar? Shuni qanday qilib send qilgan gap. Okay, a lot of people buy postcards, especially during their holiday. Nima deysizlar? Davomli kunlarda ko'pincha odamlar qanday qilursa, nurg'un postcardni setib oladi, shunami? Lekin bu bayram kun degan aytdi. Holiday passed quickly. Biroq vaqt qanday qilmaydi? Uni send qilmaydi-da. Okay, nima deysizlar? Bular bir sayohatga chiqqanda vaqt intayin tuzuydi. Endi uni qanday deysizlar? Boshqalarga avatish qanday deysizlar? Aytdi. Bir dars. Okay, send deganimiz nima deysizlar? Avatmak. Okay, avatmak. Send. Okay, send. Okay, send o'tgan zaman shakli send. O'tgan bitgan shakli nima deysizlar? Send. Okay, masalan, send a message, uchirib atmak, shunami? Alright, endi bugungi darsimizga bir yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik, sog'lashlar. Okay, postcards always spoil my holiday. Okay, postcards always spoil my holiday. Endi bu yerga otkritkalar mening doim damalish kunimni qanday qiladi? Spoil qiladi deydi. Okay, spoil means make worse. Okay, make worse. Ma worse deganimiz ham nacharlashtirib turadi, tushunami? Okay, endi nima deysizlar? Spoil degan buzmoq. Masalan, spoilni yozilishi nimaga o'xshaydi ekan? Makina oil, tushunami? Oil deganimiz nima? May degan gap, tushunami? Masalan, sizlar tomoq etganda polaniki meyi super deb turlar. Bak eshib kelsa, jiqib kelsa qanday qildi? Bu polaniki ta'mi buzilib ketdi, tushunami? Shu buzilish bo'lsa nima? Spoil bo'ladi, spoil. Okay, endi buni o'tkazib qo'yishamiz. Spoiled, ya'ni spoiled. Okay, make worse. Buzmoq, tushunami? Buzmoq. Bo'lsa nima deysizlar? Spoil. Okay, next one is museum. Okay, museum. Okay, bu rasmni ko'rasiz, har xil nimalar borki, muzey. Masalan, har xil muzeylar bor, fan texnika muzeyi, tarixiy muzey,
Mesela ilgirki nimelerni ifadeler, muzeyler, şu nimeyimiz ama museum, okay, museum, okay, museum. All right, look, a pet is like a child, never spoil it. Again, bana karsanlar, nimeler pet. Pet deganimiz nima? Masalan, ermek hayvon. Ermek hayvonlar nima o'xshaydi? Balaga o'xshaydi. Ergiz qanaqaman spoil it. Buzman olanda, endi erga spoil deganimiz ham nima? Masalan, allow child everything. Okay, bolalar ham shuni qanday qilib nimasi anaqa xalig'ini qo'yib o'tish. Arada biz nima qo'yib, erkak qo'yish deymiz, shunami? Demak hamda shu ermek hayvonlar nimaga? Shu bolaga o'xshaydi, ularni erkak deb qo'yman. O'sha erkak deb qo'yish bolalarni buzishmi nima deysanlar? Spoil deydi, spoil. Okay, spoil. Keyingi so'z nima deysanlar? Spoil nima bo'ldi? Buzmak, and keyingi so'z qarsanlar garden. Okay, garden. Xo'sh, savollarsa garden degan ma'no so'zni biz oldin qatamliq darsimizda o'rgangan. Gullik shunami? And the public garden. And the public garden deganimiz nima deysanlar? Ommaviy gullik bo'lamdi. Demak, sizlarning mahallalardagi, masalan, kishilar masalan bir to'plashib harakat qilgan, masalan, kichik bola o'ynaydigan gulliklar bo'ldimi? Shuni deymiz a public garden. Ya'ni available for people in general to use. Okay, masalan, kishilarniki o'rtaq ishlatilishiga bayani deymiz public garden. Biz public garden. Garden deganday kichik mana shu uyimizning gulligi, uni o'zimizning o'g'illarda bog' deymiz, shunami? Shuni garden deydi. Public garden. Okay, public garden. Public garden. All right, next one is look this picture. Welcome to Italy. Welcome to Italy. İtalya kelganingizda qarşılaymiz. Nima? He's very friendly to us. Okay. And bu adam waiter shunami? Bu nima? A friendly waiter. A friendly bir do'stona, ma friend degan do'st, friendly degan do'stona. Do'stona nima? Waiter. Okay, a waiter deganimiz nima? Masalan, kutuvchi. Bir do'stona kutuvchini nima? A friendly waiter. Okay, welcome to Italy. İtalya kelganingizda qarshilamiz. Welcome to Kashgar. Welcome to G'oya. Okay, he is very friendly to us. U bizga intayin qanda do'stona muomala qildi. U bizga bek do'stona bo'ldi. Shunami? Shuni friendly. Okay, friendly. Okay, masalan, u bek bu do'stona bo'lsa, he is very friendly person. Friendly. Good. Next one is the waiter lent me an Italian language book. Good. And the article lent me. Good. Bu nima desangiz lend. Okay, lend. Lend means give someone something and it will give it back. Okay, and the lend degan birisiga oriyatga berib turmoq degan gap. Okay, bundan bir gap chiqilmayadi. Okay, now borrow lend no farqi nima? Okay, the borrow deganimiz borrow A from B. And the ma'lum A narsani B dan oriyatga olmoq. And lend again, lend A to B. A ni B ga oriyatga bermak. Degan masalan, I borrowed this book from the library. Okay, men bu kitobni kutubxonadan oriyatga oldim. And the borrow bo'lsa boshqalarni oriyatga berish. Agar lend bo'lsa I lent you this. Okay, I lent this book to you. Okay, men bu kitobni sizga oriyatga berib turay. Demakchi lend degan sizning boshqalarga berishingiz. Shunami oriyatga berish. Okay, endi men agar lendningki o'tgan zaman shakli lent, o'tgan bitgan shakli nima desam, o'xshashlam lent. Lent. Okay, lent. Okay, good. Lent. Okay. King's nima desam? Okay, king's nima desam? Decide. Okay. Decide. Okay, endi mana so'zning ichidagi sog'lashma CID. Bu nima desam? Side. Unda kesmek degan gap, Okay, kesmek. Endi nima decide degan shu kesib bilan qanday qilish, bir qaror chiqarish. Bo'lsa nima desam, decide bo'ladi. Buni ism shakli decision. Odatda mush keyni qo'shilg'ichi I
O-N bo'lsa nima dersanglar? Ism yozilish qo'shimcha. Shunami? Decision deganimiz nima dersanglar? Qaror. Decide degan qaror chiqarmoq. Decide degan qaror chiqarmoq. Qaranglar marasida bu alien, the alien made a big decision. Nima dersanglar? O tashqi bilan odami entayn cho'ng bir qarorni chiqardi. He decided to go to Earth. Okay, nima? O nima qaror chiqaribdi? O yer shariga berishni qaror qildi. Decide. Okay, side degan nima kesmak? Kattani kesib qaror chiqarish bo'lsa, decide bo'ldi. Okay. And decisive deb yana bir so'z bor. Pichiq kesadigan. Vahshiy qaror chiqadigan bo'lsa, decisive. Okay, endi buniki IB bor. Xo'sh. Ans qaranglar, men yerda bir half. Okay, half. Okay, half yerim degan gapmi? Yerim olmoq shunami? Okay. And half apple. Okay. Buni half desak bo'lmaydi. Half emas. Half. Plus qo'shdik half. Yerimni qo'shdik. Yana bir half. Bu nima bo'ldi? Bu whole. Okay. Whole apple. Shunami? Yerimni qo'shsak nima bo'ldi? Whole apple bo'ldi. Whole apple. Okay, whole. Okay, and the whole deganimiz all of them deymizmi? Hammasi. Okay, butun bo'lsa nima dersanglar? Whole deymiz, whole. Masalan, I spent the day in my room. Nima ekan-da? Soatni to'liq. I spent the whole day in my room. Endi men uyda butun kun vaqtimni o'tkazdim. Shunami? Okay, men butun kun vaqtimni uyda o'tkazdim. Whole. Okay, whole butun shunami? What about this? I didn't write a single postcard. Okay. And we are single. Okay. Single. Again, we are single deganimiz nima dersanglar? Bir nima? Single. I didn't write a single postcard. Single degan bir degan gap. Yolg'iz, tanha degan gap. Hey, are you single? Ha, bo'ldimi? Okay. Are you single? Okay, are you single? Bu nima degan gap? Siz bo'ytaqmi? Siz tanhami? Degan gap bo'ldi. Are you single? Good. Single deganimiz yolg'iz, and the single degan one. Bir degan gap bu. Demakchi men bir talmo nima yozmadim? Xet yozmadim. Okay, mana bir gap chiqilmayadi. Okay, nima borrow bilan lendning farqi nima? Okay, endi borrow deganimiz borrow A from B. Endi ma'lum A narsani B dan oriyatga olmoq. And lend again, lend A to B. A ni B ga oriyatga bermak. Deganga masalan, I borrowed this book from the library. Okay, men bu kitobni kutubxonadan oriyatga oldim. Endi borrow bo'lsa boshqalarni oriyat kirish. Agar lend bo'lsa, I lent you this. Okay, I lent this book to you. Okay, men bu kitobni sizga oriyatga berib turaman. Demakchi lend degan sizning boshqalarga berishingiz. Shunami? Oriyatga berish. Okay, endi men yerga lendningki o'tgan zaman shakli lent. O'tgan bitgan shakli nima desam, o'xshashlam lent. Lent. Okay, lent. Okay, good. Lent. Okay. Kings nima desam? Okay, Kings nima desam? Decide. Okay. Decide. Okay, endi ma so'zining ichidagi sog'lashma CID. Bu nima desam? Side. Unda kesmek degan gap, ha? Okay, kesmek. Endi ma decide degan shu kesib bilan qanday qilish, bir qaror chiqarish. Bo'lsa nima desam? Decide bo'ladi, ha? Buning ism shakli decision. Odatda mush keyni qo'shilg'ichi I-O-N bo'lsa nima desam? Ism yozilish qo'shimcha. Shunami? Decision deganimiz nima desam? Qaror. Decide degan qaror chiqarmoq. Decide degan qaror chiqarmoq. Qaranglar marasida bu alien, the alien made a big decision. Nima desanglar? O tashqi bilan odami entayn cho'ng bir qarorni chiqardi. He decided to go to Earth. Okay, nima? O nima qaror chiqaribdi? O yer shariga berishni qaror qildi. Decide. Okay, side degan nima kesmak? Kattani kesib qaror chiqarish bo'lsa, decide bo'ldi. Okay. And decisive deb yana bir so'z bor. Pichiq kesadigan.
vahshiy qaror chiqadigan bo'lsa, decisive. Okay, endi buniki IV ba. Xo'sh. Endi qaranglar, bu yerda bir half. Okay, half. Okay, half yerim degan gapmi? Yerim olmoq shundami? Okay. And half apple. Okay. Buni half desak bo'lmaydi. Half emas. Half plus qo'shdik half. Yerimga yerimni qo'shdik. Yana bir half. Bu nima bo'ldi? Bu whole. Okay. Whole apple. Shundami? Yerimga yerimni qo'shsak nima bo'ldi? Whole apple bo'ldi. Whole apple. Okay, whole. Okay, and the whole deganimiz all of something demesi hammasi. Okay, bütün bo'lsa nima deysanglar? Whole deymiz, whole. Masalan, I spend the day in my room. Nima ekan-da? Soatni to'liq. I spent the whole day in my room. Endi men uyda bütün kun vaqtimni o'tkazdim, shunami? Okay, men bütün kun vaqtimni uyda o'tkazdim. Whole. Okay, whole bütün, shunami? What about this? I didn't write a single postcard. Okay. And we are single. Okay. Single. Okay. And we are single deganimiz nima deysanglar? Bir, shunami? Single. I didn't write a single postcard. Single degan bir degan gap, yolg'iz, tanha degan gap. Hey, are you single? Ha, bo'ldimi? Okay. Are you single? Okay, are you single? Bu nima degan gap? Siz boytaqmi? Siz tanhami? Degan gap bo'ldi. Are you single? Good. Single deganimiz yolg'iz, and the single degan one. Bir degan gap bu. Demakchi men bir talmo nima yozmadim? Xat yozmadim. Okay. Savollarga qaranglar, nima yana word puzzle bor, ha? Sizlar o'sha ekrandagi nimalarga qarab, moyoqdan va yoki bunda yon tutashtiramizlar. Tutashtirib so'zlarni tepanglar qani. Kim tepaqadi? Men 1 minut vaqt beray, 1 minut. Okay, soatim qarab baqay, 1 minut vaqtda Bo'lsa arkadaşlar, vaqtingiz qoldi. Yana 15 sekund vaqtingiz qoldi. Bo'langlar. Five, four, three, two, one. Qanchani topdinglar? How many? Okay, answer birlikda deb chiqaylar. Qaranglar. Okay, answer birlikda deb chiqaylar, qaranglar. Okay, endi birinchisi nima ekan desanglar? Friendly. Good. Friendly do'stlar. Ikkinchisi? Okay. Okay. Spoil. Good. Spoil. Ona degancha? Lunch. Good. Yancha? Single. Good. Single. Ishdami? Keyinchi decision. Nimachu? Decision. Whole. Good. Whole. Yancha? Okay. Bu nima? Noon. Yaxshi. Yancha land. Good. Yancha sand. Avatmak shunami? Okay. Tegishli museum. Good. All right, guys. Let's come to text. Arkadaşlar, şu tekstni bir ko'rib chiqaylik. Avval sizlarga shunday anglash hujjatini qo'yib turamiz. Sizlar bir anglab olgandan keyin endi mana ekranda bir necha savollar bor. Shu savollarga endi bir javob berib beringlar. Okay. Endi ko'ngil qo'yib olinglar. Lesson 3. Please send me a card. First listen
and then answer the question. How many cards did the writer send? Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Okay, and there are a couple of questions. Student A asked the question and student B answered. Like student A, me, okay, and I'm student A will pray, but Slack and that is all much not job. Okay, but it's a question. Okay, what does it always spoil his holiday? Okay, what does always spoil his holiday? Sizlarni savolashlar buniki shu bayram kunlarida nima bayram qilgan, nima buzdi ekan, spoil qilib ekan. Nima edi sizlarcha? What is it? Can you answer? Maybe it's a postcard, right? Good. Nima shu damage nima bayram qilgan esa postcard. What about where did he spend his holiday last summer? Where did he spend? O'tgan yazdagi bayramni, yozda bayramni o'tkazdi. Where did he spend? Okay, in Italy. Yaxshi. O'tgan bayramni Italiyada o'tkazdi. Shunami? So what did he visit or where did he sit? U qayalarni sayohat qildi, ziyorat qildi, qayalarda o'tdi sadoshlar. So did he sit in the garden? Okay, did he visit the museums? Okay, I know museums and sat in public gardens. Okay, so who taught him a few words of Italian? Okay, who did he teach a few words of Italian? Who is it? Of course, a friendly, waiter. Waitress. And a waiter deganimiz nima? Erkutkichi degan gap. And me a waitress deganimiz nima? Ayol kutkichi. Okay, ayol kutkichini a waitress deymiz, a waiter degan nima? Erkutkichi. Okay, good. So next one is what did she lend the author? Okay, after one imbirib toresa hanashlar. Okay, a book, right? Yeah, a book. So did he read the few lines? And so bir necha qil o'qidimi yo tashlab o'tdimi? Did he read? Yeah. The writer said, I read, but I couldn't understand. Lekin qanaqa qilmadi aytsanglar, o'qigan bilan qanaqa qilmadi tushunamadi ichidagi gaplarni. So what did he think about every day? He thought about postcards. Now, har kuni qanaqa aytsanglar, shu postcard to'g'risida ham qanaqa qildi. Aytsanglar o'yladi. Shu xayolim shu, uxlasimi shu, qopsimi shu, nima aytsanglar, jo'qamamda beradi, do'stlarimga yozib berib shu. Shunday endi hammadan bularni shu bayramda men shuni o'tkazganda aytdi bir xil armasam deymiz. Shunday bekalqa ma'lum bir mas'uliyat ishlarni demakchi emasman, qilish tegishli ishlarni qilish qanday xo'sh yoqmaydi. Hattoki endi ba'zida erib ketganlikdan hamda sayohat qilib u yerga borganda deganda qo'pmoqmi tayyorlanami. Demak endi mishara nima desanlar postcard doim o'ylashunami? Yozaysiz taqa, yozmaysiz taqa, yozmaysiz taqa. Do'stlarning ko'ngilini yapshunami? Okay, deganda ekamda mashinadek nim qilang. So, finally, did he send any cards to their friends? To his friends? Okay. U do'stlarga savolashlar
Postcard evet mi? Evet mi evet mi? Cevap ver bakalım. Yes or no? Yes or no? Yeah. You know, his holiday passed quickly, but he didn't send any single card. O birer talmo qanday qilmadi? Bir atirtkini taqa do'stlarga yo'llab boqmadi. So what did he do last day? He bought 37 postcards, and he made a big decision. Mushu atirtki yasash to'g'risidan cho'ng bir qaror keldi. Shunga qaror qildi. How many cards did he buy? 37, So where did he stay all day? Did he stay all day? Stay in bed? Or stay in the room? Okay, he spent whole morning in his room. So he didn't write a single card. Okay. Anda sağlaşla qaranlar, mushu cümlelerden ki ötken zaman şeklinde bir yazıp verenler. Mesela last summer I went to Italy. Last summer I went to Italy. Okay, I visit. Okay, visit deganimiz ziyorat qilmoq. Buniki ötken zaman visited qaniylik bil. I visited museums and sat in public gardens. Ommaviy bog'chalarda o'tdim. A friendly waiter taught me few words of Italian. Bir do'stona kutkichi menga bir necha italiyacha gap qildi, o'rgatdi. Then he lent me, okay, lent degan o'tgan zaman shakli lent me a book. I read, okay, my read deganimiz, and the read deymiz, yezilishi o'xshash bo'lgan bilan o'qilishi o'xshamaydi. O'tgan zaman shakli read. I read few lines, men bir necha qora o'qidim, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. Men har kuni xiyolimda mushu atirtka. Demakchi har kuni shuni qanday qildim? O'yladim. I thought about postcards. You know, my holiday passed quickly. Mening adam ilişkilerim intayin tez o'tib ketdi, but I did not send any card to my friends. On the last day, eng oxirgi kuni, I made a big decision. Okay, made deganimiz ham nima desanlar, shu make-niki o'tgan zaman shakli. Okay. I got up early. Okay, and I got up early and bought 37 cards. And 37 tal atirtki setib oldim. You know, I spent a whole day in my room, but I did not write a single card. Okay, and men bütün qanday desanlar, vaqt uyim whole deganimiz bütün kunimda uyda o'tdim. Shu demakchi shu yataqqa uyda o'tirib lekin nima? Birat olmoq qanday qilmabdi? Qilmabdi. Demak, buy nima bought and spent spent. Okay. Amsa qaranglar, mushu dapaqlar mushunga ichida qaysilari kam qoldi. Kam qolgan jumlalarni qo'yinglar. Masalan, postcards always spoil my holidays. Last summer I went to Italy. Okay, I visited museums and sat in public gardens. Okay. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Okay. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Okay. Every day I thought about postcards. My holiday passed quickly, but I did not send to my friends. I did not send to my friends. Okay. On the last day, I made a big decision. What decision? Made a big decision. I got up early and bought 37 postcards. I spent a whole morning in my room, but I did not write a single card. Xo'sh, hamsa, mush darsimizniki language focus. Intayin muhim bo'lgan til nuqtasi, til javhariga bir diqqat qilib qo'yinglar. Okay.
Endi buningda savolashlar masalan few bilan a few, a little bilan a little mo'shlarniki farqi savolashlar. Okay, endi bu yerga few deganimiz nima desanglar, odatda intayin oz degan gap. Bu ko'pincha nima desanglar, sanoqni bo'ldigan ismlar keldi. Köşo mintslarga nima desanglar few keladi. Ana bu fewning ma'nosi asosan qanday desanglar yo'q deyarlik. Bu nima desanglar falling inkarni bildirdi. Endi a few bo'lsa nima desanglar azroq. Demak, azroq bo'lsa-mi bor, bir nechta tal degan gap, bir nechta tal degan gap. Okay, bir nechta tal, a few. Okay, few deganimiz ham nima desanglar qanday keladi. Masalan, okay. Bir necha minut tushunaman. Okay, endi sizniki bir necha minut vaqtingiz bormi desa, nima desanglar? Yes, I have few minutes. Okay, and I have few minutes deganimiz ham nima desanglar? Men asosan vaqtim yo'q degan gap. Tushunaman? Okay, and I have a few minutes bo'lsa, mishar article ni qatqanda nima desanglar, bu qanday bo'ldi? Demakchi mening bir qancha minut vaqtim bor degan gap. Okay. A few minutes degan azroq vaqt, demakchi asosan yo'q deyarlik. Demakchi vaqt yo'q degan gap ham hisobda. Okay, and a little bilan a little o'xshash. Qanday o'xshash? Endi men yerga little qaranglar. Masalan, there is a little milk. Endi ha butulkada men azroq nima bor ekan, sut bor ekan. A little milk demakchi yo'qdan yaxshi. Shunami? Tegrikçi tugilab ketibdi, istagani qanchalik yuqib qolibdi shunami? Asosan yo'q deyarlik. Uni nima deymiz sanlar? Little milk, okay? A little bilan a little qanday desanlar o'xshamaydi. A little milk bilan little milk. Buning farqi birisi azroq sut, ya'ni birisi nima desanlar? Asosan yo'q deyarlik. Demak, ama few degan sanog'ini bo'lgan ismlarga, little deganimiz nima? Sanog'ini bo'lmaydigan ismlarga. Endi bu ismlarni sanog'ini bo'lmaslikqa yana masalan money. Masalan I have a little money. Demakchi menda ozroq pul bor. Bu pulni qanday qilgan bo'lmaydi desangiz sanog'ini bo'lmaydi. Bu nima ish sanog'ini bo'lmaydi? Chunki endi pul deganimiz endi nima desanglar, bu ko'pincha pullarniki asosan ilgari ixtiroiy jamiyatda masalan mening pulim yo'q shunami? Vaqtda pulm yo'q. Vaqtda nima desanglar, masalan birisi o'g'illar birisi dehqonchilik qilib, bunaqa qilib pul topgancha. Shunga masalan meniki bir tal qo'yam bo'lgan bo'lsa, sizdan bir tal qallangiz. Vaqtda nima desanglar, qo'y bilan qallan almashtirgan. Endi shu vaqtda tuz masalan ichimlik tuzga qanday desanglar, ana kamchilik bo'lib ketgan. Shuna bilan hamda tuz shu vaqtda almashtirish vositasi. Demakki, men qo'yam bo'lgan bo'lsa, menda tuzga qarab olgan bo'lsa, chunki tuz bo'lmasadan jonsiz emasmi? Tuz orqali almashtirgan. Bir qo'yga bir xalt tuz unda bunda bo'ladi. Shu vaqtda tuz nima desanglar, pulning rolini o'ynagan, keyin endi taraqqiy qilgandan keyin har xil metal pul, qog'oz pul shular chiqqan bilanmi, lekin hamda shu ayni vaqtda ham shuna bo'lg'achqa okay, ayni vaqtda shuna bo'lg'achqa buni sanog'ini bo'lmaydigan degan kategoriyaga kirgizib o'tgan. Sanog'ini bo'lmaydigan kategoriya. Shunga money deganni sanog'ini olmaydi. Demak, I have a little money yoki I have money. Okay, endi men yerga few deganchi. Okay, few deganimizchi. Few deganni qanday qilamiz desanglar, sanaymiz. Agar masalan few books yoki few books deganda ekan.